Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Do'stlar, kecha kunda reklama qilganim, rasmini qo'yganim, endi videosini qo'yapman. Do'stlar, 2012-yildagi Genesis 3.3 ta. Xo'p, ballonlarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. 2012 benzin akalar. 3.3 benzin, xullas 231 ming probegda. Lyuklari bor, hamma narsasi bor. Abduf, Abagrev, sport rejim, eko, navigator, hamma narsasi bor. Hop, cruise control, pamять сиденья. Juda ham yumshoq mashina. Mashina ko'rishingiz mumkin, hamma yo'g'i joyida. Toza, hech qanaqa ayb yo'q, hech qayerdan yog' oqmagan. Yog' oqqan joyi yo'q akalar. Mashina tiniq holatda turibdi. Kelib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak akalar, 5.800.000 deyapmiz, ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz. Oladigan akalarimizga Karyanchida ham bemalol minsa bo'ladi. Eksportga deydigan akalarimizga ham ozgina kelishtirib beramiz. Eksportga bo'ladigan bo'lsa 5.300.000 qilib beramiz. Karyan ichiga 5.600.000 qilib beramiz. Eng oxirgi narxi akalar. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, kelib bemalol minib ko'rishingiz mumkin. Mashina juda ham tiniq holatda, aybi yo'q. Kelib ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.